Xitoydagi g'arb sarmoyasining boshqa davlatlarga eqishi tezlanmoqda. Yevropa Ittifoqi bilan Vyetnam 30-iyun savdo kelishimi imzolaydi. Yevropa Kengashi Yevropa Ittifoqi bilan Vyetnam orasida erkin savdo kelishimi bilan mablag' qo'g'dash kelishimi imzolashni ma'qulladi. Buning asosan yuqoridagi kelishim bilan 30-iyun Vyetnam poytaxti Xanoyda imzolanadi. Yevropa Ittifoqi va Vyetnam orasidagi savdo kelishimlari muzokarasi 2012-yildan boshlanib 2015-yili oxirlashgan edi. Vyetnam Yevropa davlatlariga tilgraf uskunalari, kiyim-kechak va yemaklik eksport qiladi. Yevropa davlatlaridan mashina, qatnash, ximiya va yezigilik mahsulotlari sotib oladi. Sharq Turkistonning Xotan shahrida 2 va 3 nomerlik yig'ilish lagerlarining sunniy hamra rasmlari o'tirg'i chiqdi. Turkiston agentligining xabar qilishicha, bu lagerlar Xotan shahriga 20 kilometr keladigan Xoneriq, Yangi Avat va Yangi Eriq yezlarida cho'llikning o'tirg'i qurilgan. Egilishicha rayondagi cho'ng tipdagi lagerlarmi bor bo'lib, ular ikkiga ayrilgan. 2 nomerlik lagerlarning ko'lami 300 gektar bo'lib, 3 nomerlik lager ko'lamining 150 gektar ekanligi mo'ljallanmoqda. Xotan viloyatida qaytadan tutqun harakatining boshlanishidan andish qilinmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda savdo masalalari hal bo'lmasa, Xitoydan keladigan mahsulotlarga boj qo'shishni planlayotganligini bildirdi. 20 davlat guruhi yig'iniga qatnashish uchun Yaponiyaga kelgan Trump taratqularda so'z qilganda yaqindan buyongi Amerika-Xitoy savdo urushi haqida to'xtaldi. O agar kelishamasak, men intayin muhim bo'lgan qo'shimcha bojlarni yo'lga qo'yman dedi. Amerika prezidenti Donald Trump navoda Eron bilan to'qinish yuz berib qolsa, Eronga Amerika askarlari avatishni o'ylashmayotganligini bildirib, agar bir ish bo'lsa, buning uzun davomlashmaydiganligini aytmoqchiman, chunki biz intayin kuchli o'rinda. Eron tashqi ishlar ministri Zarif Donald Trumpning so'zlariga raddiya berib, Amerikaning Eronni yo'qotadigan kuchi yo'q dedi. O Eronning har turli hujumga tayyor ekanligini, lekin buningga qarshi urush yoki to'qinish yuz berishni xohlamaydiganligini ta'kidlab, Trump 18-asrda yashamayotganligimizni va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kelishimlarida urush tahdidi selishning qonunga xilof ekanligini esiga elishi lozim dedi. Venezuela hukumati prezident Maduroga qarshi bir suiqasdni va yangi bir siyosiy o'zgarish urushini mag'lub qilganligini bildirdi. Venezuela hukumati siyosiy o'zgarishning orqasida Amerika, Chili va Kolumbiyaning borligini aytdi. Maduroga bo'lgan besimlar davomlashmoqda. Buningdan burun askarlar davlat miqyosida isyon qilishga uringan, lekin mag'lub bo'lgan. Shunday bo'lsa-mu, ular Juan Guaidoni davlat boshlig'i deb e'tirof qilganligini e'lon qilgan.